Futbol bo'yicha jahon chempionatiga sehr, jodu aralashgani haqida mish-mishlar jamoalar o'rtasidagi o'yinlardan ham ko'ra ko'proq muhokama qilinmoqda. Ayniqsa, kuni kecha O'zbekiston terma jamoasi qatnashgan futbol o'yinida ham sehr, jodu qilib turgan yigitning videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalmoqda. Bundan tashqari, Angliyaning Ganaga qarshi golsiz durang o'yinidan so'ng qora sehr haqidagi da'volar ommalashdi. Kadrlarda afrikaliklar o'yin vaqtida turli marosimlar o'tkazayotganini ko'rish mumkin. Avvalroq ushbu shaxslar Harri Kenni sehrlab qo'yishganlarini va u gol ura olmasligini internet orqali ma'lum qilishgandi. Futbol davomida Harri Kenda qulay vaziyatlar va zarbalar bo'ldi, ammo u haqiqatan ham gol ura olmagan. Shundan keyin esa haqiqiy shov-shuv boshlandi. Hamma palakda nimalardir o'qiyapti boru. Давай, bolalar. Boshladi yana shaytonlash. Shaytonlama, Azizlar, esingizda bo'lsa, avval ham mana shu kabi videoni joylagandim. Ya'ni o'yinchiga sehrgarni sehri ta'sir qilib, yiqilib qolgani, yuragini ushab qolgani. Mana endi ko'ryapsizlar, ochiqdan ochiq bu yerda ham sehr qilyapti va sehrgarlar o'zidagi imkoniyatlarni ishga solyapti va unga qarata hech qanday chora tadbir ko'rilmayapti. Endi zamon shunday, bu muammo bor. Yashirin emas, oshkora sehr qilaman. Xohlaganingizni qilib beraman, so'raganingizni, talabingizni bajarib beraman. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ochiqdan ochiq mana bu kabi razilliklar yoyiladi va bularni endi statusi oshadi, narxi oshadi, talabi oshadi. Bu masala ko'payadi. Oxir zamon alomatlari. This is your picture. This is Abba. O'zingiz ehtiyot qiling. Yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Bu kabi razil ishlar ba'zi birlari videoga tushib qoladi. Aslida juda ko'p. O'zingizni, yaqinlaringizni, oilangizni qo'rg'onlang. Aurangizni mustahkam qiling.